Shaharlarimizda qayerga qaramang ko'p qavatli turar joy majmualari qurilayotganini ko'ramiz. Qurilmagan uylarga to'lov qilganmiz. Har ikki qurilayotgan uyning bittasi o'z vaqtida tugallanmaydi desak mubolag'a bo'lmasa kerak. Ularning qurilgani yo'q, qurib turganingizda qurilishda to'xtab turibdi. Mana bu yonimizda 8-dom ham qurib topshirilgani yo'q. Bizani domni ham mana chalasi hali qilingani yo'q. O'zbek aka, assalomu alaykum. Assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Bir yordam bilan kelgan edik oldingizga. Nima yordam so'rab? Meni qurilish firmam bor. Quruvchiman. Yangi domlardan akamiz xarid qilmoqchilar. Qurib bitilmagan hali. Shuni qanday qilib rasmiylashtirib bersak bo'ladi? Qanaqa hujjatlar kerak? Notarial tarzda yordam bersangiz degandik. Chet elda ishlab keldim. Akamiz ko'rsatgan lokatsiya joy menga yoqdi. O'sha yerdan uy olmoqchiman. Hozirgi zamonda bilasiz, o'zingizdan qolar gap yo'q. Aldanib qolmaslik uchun qonuniy qanday qilib uy olsam bo'ladi? Nima maslahat berasiz? Siz shartnoma tuzishingiz mumkin fuqarolar bilan. 27-yanvar 2025-yil kuni prezidentimizning farmoni qabul qilindi. Shu uy-joy qurilish sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. Bunda bir qator yangi tizim, mexanizmlar yo'lga qo'yildi. Ya'ni shu obyektni qurishda fuqarolar sizga ulushdor bo'lib kirishi mumkin. Bu haqda siz shartnoma tuziladi hamda bu shartnoma notarial tartibda rasmiylashtiriladi hamda kadastrdan davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Bu shartnomani ichida siz shu uyda narxini, kvadrat metrlarini, o'zingizning shartlaringizni, huquq va majburiyatlar tomonlarda kiritilishi mumkin. Hamda bu shartnomani boshqa shaxsga o'tkazishi, garov sifatida qabul qilishi hamda davlat kadastridan ro'yxatdan o'tkazishi mumkin bo'ladi. Hamda bu ulushli shartnomalar meros tarkibiga ham kiritiladi. Bu shartnomani tuzish jarayonida mablag'lar ulushdor tomonidan vakolatli tijorat bankida quruvchi, ulushdor hamda tegishli tijorat banki o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida ochilgan escrow hisob raqamida to'planadi, jamg'arinadi. Fuqaro tomonidan to'langan mablag'lar. Siz bankda hisob raqam ochasiz, escrow tizimda. Keyin siz o'zingizning mablag'laringiz, shu bank kreditlarini evaziga, kredit mablag'larini evaziga shu qurilishni 30% ga tugatganingizdan so'ng shu bank shu hisob raqamlarida to'plangan mablag'larni sizga olishingizga rozilik beradi. Yangi tizim bo'yicha. Bu shartnomada muddatlar ko'rsatiladi. Quruvchi sizga shu qurilish uy-joyini shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda topshirish majburiyatini oladi. Bu shartnomada ko'rsatib o'tiladi. Agar muddatida, vaqtida topshirmasa, jarima peniyalar undirib beriladi sizga. Bu haqida ham shartnomada kelishiladi. Agar mabodo sizni fikringiz o'zgarib, sharoitingiz o'zgarib, shartnomani bekor qilmoqchi bo'lsangiz, bekor qilib, bankda to'langan, hisob raqamda to'plangan pullarni qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Shaffof qurilish axborot tizimi ishga tushirilgan. Siz quruvchi haqida ma'lumotlarni ushbu tizim orqali ko'rishingiz mumkin. Hamda quruvchi tomonidan ushbu tizimga qurilayotgan uy haqidagi ma'lumotlarni kiritib boradi. Agar kiritilmagan bo'lsa, bu quruvchi bilan shartnoma tuzish taqiqlanadi. Shu quruvchi haqida hamda qurilish obyekti haqida ma'lumotlarni elektron tarzda ko'rib, tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi. Kelgusida menga murojaat qiladigan fuqarolarimizni sizni yoningizga olib kelib, notarial tarzda hammasini hujjatlashtirib, rasmiylashtirib va albatta bankda har bitta fuqaro uchun alohida hisob raqamlarini ochib, ishimizni davom ettiramiz degan umiddamiz. Nasib bo'lsa. Akajon, menga maslahatlaringiz ma'qul bo'ldi. Endi odamlar aldanib qolishmaydi.